Endi bekor turgan podvallardan 15-20 million so'm foydasizlar bo'ladi. Bu ko'rib turganinglar qo'ziqorin. Buni 1 kilosi hozirgi kunda 70 ming so'm ekan. Buni o'zingizlarda uylarda yetishtirsanglar bo'ladi. Biz Andijonga kelganmiz. Andijonda bekor turgan podvallardan shunaqa holatda yetishtirib, soqa qilishyapti ekan. O'zimiz Andijonda Umar aka buni 5 yildan beri yetishtiryapti ekan. Hozir ehtiyoj ko'payib ketgani uchun o'zi uspet qila olmayapti. Shuning uchun biz obunachilarimizni hamkorlikka chaqiryapti. Sizlarda bekor turgan podvallar bormi? Akaga yetishtirib beringlar. Aka o'zi sotib olib, o'zi sotar ekan. Aka hozir nechta puldan bo'lyapti buni 1 kilosi? 70 ming so'm. Hozirgi kunda 70 ming o'tkazyapti. Sizga yaxshilab yetishtirib bersa bo'ldi, o'zingiz sotib berasiz. O'zim olaveraman. Unga alohida sharoit kerak emas. Mana shunaqa podvallar bo'lsa bo'ldi. Muhimi yaxshi qarov kerak, to'g'rimi? Yaxshi holatda e'tibor berib tursangiz bo'ldi. Suvini vaqtida berib, mana hozir hosilda terdik. Mana shu holat 1 kilosi 70 ming so'mdan bo'lganda ham hozir 15 kilo terilgan. Endi foydalanib o'zingizlar hisob kitob qilaverasizlar. Telefon raqamlar pastda bo'ladi. Akani o'zini Instagramini atmetga qilib qo'yamiz. O'tsanglar o'zi har kuni ma'lumotlar berib o'tadi. Uylarda yana bemalol yaxshigina daromad qilsanglar bo'ladi. Shu videomizga birinchi like tugmachasini bosib, bekor turgan podvali bor do'stlarga video jo'natib qo'yinglar.